Hazreti Aysa markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, kishilarga ta'lim berayotganda, oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari uning oldiga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan? deb so'rashdi. Hazreti Aysa ularga mundaq dedi: "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Agar sizlar javob bersanglar, men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytib beraman. Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini kim bergan? Xudomi yoki insonlarmi?" Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, u undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar deydi. Agar insonlar bergan desak, xalqning g'azabidan qo'rqmasak bo'lmaydi. Chunki ular Yahyoni payg'ambar deb qaraydi, deyishdi. Buning bilan ular Hazreti Aysoga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti Ayso ularga.